Assalomu alaykum hammaga. Bugun Yujniy magistralda Nalichida turgan tral va polipritsetlarni obzorini qilib beraman. Hech o'tirib beraman. Nalichida qaysilar borligini. Birinchi boshlaydiganimiz traldan boshlaymiz. 5 ta mosli 20 ta ballon, glavnisi pnevma podveskalarda olib yuradi va 70 tonnagacha, 70, 75. Endi biz o'zbekchilik yana ustiga 5 tonna qo'shib o'ramiz, nimadirlarni. Keyingisi pritseplarimizni oddiy xalq tilida aytganda konteynerovoz deyshadi. 3 ta mosli 30-35 tonnagacha ko'taradi. Yana bitta plus katta pluslardan bittasi pnevma podveskada. Yana bitta yaxshi tarafi bular UzAvto treylerga tegishli. Ya'ni garantiyada, har doim garantiyada bo'ladi va zapchast bo'yicha muammo bo'lmaydi. Hozir keyingisini ko'ramiz endi. Keyingi pritsepimiz bu bir paytlari bir hit bo'lib ketuvdi, defitsit ham bo'lib ketuvdi. Odamlar ancha-muncha qidirib, mashinasidan topib ber deb yurishadi. Bu ko'pincha kimlar oladi buni? Buni oladiganlar, ya'ni qishda qum tashiydiganlar, tuproq tashiydiganlar. Nimaga? Chunki bu lodishli bo'ladi, ichi ham mana bundoq lodkaga o'xshagan bo'ladi. Bularda ya'ni qum muzlab qolsa, ko'targan payti tushib ketadi. Agar to'rtburchak bo'ladigan bo'lsa, u tushish qiyin bo'ladi, lopatka bilan urib tushirib yurishadi qishda. Shuning uchun buni mana taraflama katta plusi bor. Bu texnikamizda ham pnevma podveskada yuk ko'tarish vazni 25-30 tonnagacha ko'taradi. Bu ham UzAvto treylerga tegishli. Keyingi pritsepimiz, ya'ni pritseplarimiz, chunki bunda 3-4 ta bor, tentovi pritsep deyshadi. Ya'ni oddiy xalq tilida aytganda tentovka. Bu ham 3 ta mosli pnevmada UzAvto treylerga tegishli. Og'irlik ko'tarish vazni 20-25 tonnagacha ko'taradi. Joskin degan pritsep bu Belgiyaning kompaniyasiga tegishli, ya'ni belgiyskiy pritsep. Bu nimaga ishlatiladi? Bu fermer xo'jaliklarida mana bunisi ko'tariladi, qo'lni bu yoqqa tashiydi, bu yoq tarafi ham bularga somonlar, ya'ni g'ovushlar, ko'p narsalarni yuklab, даже paxtagacha yuklab olib yursa bo'ladi. Oddiy bir kichkinagina traktor ham tortib yuraveradi. Yana bitta tralimiz hozirgina kirib keldi. Hozir mashqqa qo'yishdi. 4 ta mosli bo'lib, bu ham pnevma podushkada Felida degan kompaniyaga tegishli. Buni kengligi 2,5 metr, agar yonlarini chiqarsa 3 metrgacha yetadi. Ya'ni pogruzchik, ekskavator, gusnichli ekskavatorlarni bemalol olib chiqib, yuklab olib borsa bo'ladi. 60 tonnagacha yuk ko'taradi. Bu nima deb so'rashinglar mumkin? Oddiy tilda aytganda otxona. Ya'ni otlarni olib chiqib, bu yoqda bitta eshigi bor, ot olib chiqishga, bu yoqda eshigi bor, ot olib chiqishga. Bular bunaqasiga yotadi. Ya'ni otni chiqib ketishi uchun, qulay bo'lishi uchun shu narsa qilingan. Buni kattaligi 92 kub bo'lib, og'ir ko'tarish vazni 30-32 tonnagacha ko'taradi bu ham. Endi bu kimga kerak? Bu Milliy gvardiya aloqaga chiqsalar bo'ladi yoki ipodrom, o'zini собственный ipodromi bor akalar, ya'ni 10 ta, 15 ta oti bor odamlar bemalol aloqaga chiqsalar, narxini ham kelishtirib berishadi. Ot olib yuradigan pritsepimizda 2 ta mosli bo'lib turib, bu pnevma podveskada 20 tonnagacha ko'taradi. Mana eshigi hali aytib o'tganimdek, bu yoniga ochiladi, mana bundoq pastga ustidan ot chiqib ketaveradi. Bu ham UzAvto treylerga tegishli. Aytmoqchi bo'lganim, agar adres qiziqtirayotgan bo'lsa, Yujniy vokzalni oldida magistral bor. Shu yerga kelaverasizlar, bemalol ko'rishinglar mumkin texnikalarni. To'liq ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, narxi bo'yicha ham narxini ham kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like esdan chiqmasin, bir-biringlarga qilib jo'natib qo'yinglar.